Assalomu alaykum. YouTube mayna YouTube ahli, mana biz Chorniy presekilgan bu yerga. Mana ko'rnagan bo'lsa piyozam chiqdi yoniga, mana o'tgan piyoza kelgan ekan deb o'tgan. Shunda presimiz sug'orib kultivatsiya qilib qo'ydik. Mana hozir akamiz dori sachyapti, ko'rnagan bo'lsa yaqinlashtirib beraman. Mana aka dori sachyapti. Stom sachyapti, stom. Bu stom nima uchun sachyapti deyishlari mumkin. Va so'raysa aytib qaytib qo'yaman. Hop. Stomning foydasi chiqayotgan mayda o'tlardi. Yangi libo shamaymi, g'umaymi, yangi urug'dan chiqqan borki, bor o'tni qirib tashlaydi. 20 litrga 250 grammdan qo'shib sachib tashadi, xudo xolasa. O'sha boshidan boshlab mana shu 4 tagat buyog'i terakachor, xudo xolasa Chorniy prins 4 tagat. O'zini keyin kuchiga yoniga hozir qo'shamiz degan niyatlarimiz bor. Qo'shamiz, xudo xolasa. Bu endi turganchidagi o'tlardi bulardi. Bitta yomg'ir yashil yog'adi deyapti. Havolar aynib ketdi. Bitta havo yomg'irdan keyin bular tomir bilan zo'r chiqadi o'tlar. Qo'yan kultivatsiyadan keyin qo'yan qilgan o'tlar. Ular bitta yengil o't tavoriladi, keyin o'sha qo'yanni stom o'zi ishini qilaveradi. Stom tekkan joydagi chiqayotgan o'tlarni plyonka qilib qo'yadi. Chiqqan o'rni o'ldiradi. Shuning uchun bunda o'tash oson bo'ladi. Qulupnay hech nima qilmaydi. Albatta bu yaxshi kontentlar uchun laykni bosishlarini so'raymiz, obuna bo'lishlarini so'raymiz. Biz haqida ham ma'lumotlar chiqarib boraveramiz. Salomat bo'linglar.